Akalar, bugun yuk mashina bozor, mana Xitoy yuk mashina bozorlari ancha qizg'in. Mana bu narsani qara, Dongfeng D50 ni chotka qilib qo'sh balon baquvvatda. Xudo xolasa puli ham zo'r, yaxshi. Endi mana bu Lifanni qaranglar. Bu o'sha elektrosek xodimlar yurgan, xodimlar olib yurgan mana mashina ekan. Mana Lifan dubl salon. Bu konditsioner, gidra, xullas hamma qulayligi bor. Aka 2000 puli bo'lsa mana minib ketsin, variantdan qilib beraverman deyapti. Bunaqa vaziyat bo'lmaydi mana. Tayyor mana. Ovolasizlar. Jangallar bor o'rtoqlar, mana jangal. Bu hali gaz ko'rmabdi bu. Ko'ringlarchi. Sostenasi zo'r. Mana uni ko'ringlar. Shinray T30 modeli. Bu ham holati zo'r ekan mana. Ovolasizlar. Bu yoqlarda nima bor? Bu yoqlar mana shuni 4600 ga berib yuboraman. Minib ketsin. Labdamas labodan ham arzon mana. Olinglar mana. Tayyor mana Dongfeng. Keyin porterlar bor, mayda foton forlambar mana o 4 tonna uy qoladi mana kattasida. Xullas, shu assalomu alaykum. Adashmasa, yakshanba Namangan mashina bozoriga keldik. Siz yuk mashinalarini sizlarga yetkazaylik dedik. Endi hozir narxlar rosa tushgan paytda hozir ovoliklar, xudo xolasa. Shu bilasizlar, sotiladigan mashinalar bo'lsa, minglab odamlar ko'radi. Xudo xolasa ancha odam sotib turishadi. Agar effekt zo'r ekanligini reklama qildirib, buyurtma berib chiqarib beramiz, o'rtoqlar. Bemalol bozorga kelib, tur deb o'tirmaysiz. Uyingizda texagina chiroyli qilib sotasizlar, buyurtma berib chiqarib beramiz. Bo'lmaydi. Ketdiga like padilisa bosib yuboringlar. Nima bo'lsa ham ketdik. O'rtoqlar, qani bismillah. Namangan mashina bozoriga ko'rib turibsizlar, yuk mashinalar kelib qopti. Xitoy yuk mashina mana bu yoqda Chang'an deysizlarmaydi, Lifan dubl salonlari mana arzonlardan bir boricha. Qo'ldan kelgancha syomka qilib beramiz o'rtoqlar. Mana bu yerga yangilik kelib qopti. Mana o'sha Dongfeng D50 115 ta ot kuchlik kelibdi. 2023 oxiri ekan, o'sha oxirlar chiqqan. Mana tayyor ekan, xudo xolasa. Kraskalar top-toza. Bu qo'sh balon o'rtalar baquvvatdan 3 tonnani bemalol oladi deb aytibdi. Mana ko'ringlar, sostenasi yaxshi ekan, xudo xolasa. 65 ta metan bor. 65 tadan 3 ta metan bor. Tentovkalardan chotka qilib qo'yilgan. Xullas, tayyor holatda. Olib turib rasxat qilmaydi, Hamma dokumentlari bor, Dongfeng D50 modeli. Bu 1.6 115 ta ot kuchi bo'ladi, shunaqami? 70 ming yurdingiz, 75 ming yurilgan shu halol, Ko'ringlarchi, mana qo'sh balon ramalari ham mana shvelga o'xshatib baquvvat qilingan o'sha. Xo'p, mana linonimlar, sidenalar chexollar qilingan. Mana oynalar, mana prostoydan ekan. Lekin ruli elektrousilitel, Konditsioner bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bor, konditsioner bor, ABS bor, ABS bor. Bu o'rnatgansizlar buni, Bu zavodskoy. Zakazkoy bu. Qarang, zadniga orqani ko'rsatadi, shunaqa. Registratsiya ham qo'yib qo'yibsizlar, Polik chexol bo'lgan. Polik chexollar bo'lgan. Xullas, buni biz reklama Toshkentga borib reklama qilganimizda joyida ham fiksovat qilib yuboradi. Bu motor ham kuchli, xudo xolasa. Ichini ko'rsataylikchi. Orqalarini ham duvgalar chiroyli bo'libdi, mana ular ham. Bu Toshkentda yasaldimi, shayda qilindimi bu? Toshkentda o'zida yasalgan. Taglariga mana rezinkalardan qilib chiroyli, qalin. Nima deydi shuning nomini? Rezinka. Yo'llari toza mana ipli. Ipli toza. Qilt etmaydi, xudo xolasa, mana o'rtoqlar. Xo'p, svitlari bor. Hamma dokumentlar joyida. 65 tadan 3 ta. Tak. 18 195 ta jami. Qancha masofaga benzinga ham yuradi? Benzinga yuradi. Rasxotlarni bilmaysiz? Yo'q. Nima deymiz narxini? Narxini o'ka. Kelishtiring. Sotilib ketsin, xudo xolasa. 12300 kelishtirib beradi. 12300 kelishtirib beriladi. Men qarang, Bor, kelishamiz. endi sanash bor-da, hozir ko'pchilik variantga so'rayapti. Qancha puli bo'lsin, kamida bir variant qilib beraylik, Minsin, bir maza qilib. Kelishaveramiz, telefon qilishsin. Ondan past puli bo'lsa variant qilib berasizlarmi? Qilib beramiz, Endi uzoqqa emas, 1-2 oy yo'q. 1-2 oyga. Bo'ldi. Telefon raqam beringchi? 91lik. 91lik
296 296 ikkita 26 26 26. İsmingiz? 93'lük. 93'lik aka, ha? 941 941 32 34 32 34 telefon qilaverasizlar o'rtoqlar. Ismingiz nima? Abubakar. Abu Bakr murojaat qildi. Mana tayyor yangisidan kelibdi o'rtoqlar. Telegramga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegramda ham zo'r bo'lyapti. Mana pastda kuchukcha avtoshahar desa, avtoshahar lotincha qidiringlar chiqadi Telegramda. Zo'r arzon qiziqarli texnika haqida ana shu yerda ham ishlayapmiz o'rtoqlar. Tak, mana bu yerda dubl salon Lifan kelib qolibdi o'rtoqlar. Bu mashinalar ham ish qog'ozlari bo'ladi. Xo'p, aka 2014-yil dedingiz, ha? Yangi balonlar taqib qo'yibsizlar, ha? Yangi balon aka. Kraskasiga nima deymiz? Ularda kamchilik yo'q. Elektrositda turgan mashina bo'lgan, kira qilmagan. Frontda jo'rtadi. Kraskasi. Svarkasi yo'q. Kraskasi zangiga havoli sepilgan. Ha, chiriga Ularda hech qanaqa jo'rtadi yo'q. zanglagan joyga sepilgan. Xo'p, bu LTZ mashinasi bo'lgan, ha, o'sha haligi xizmat mashinasi. Odamni olib borgan olib yuk tashlanmagan. Ha. Bitta yarimta pastdan yuklangandir haligilari. Xullas, ezib ishlanmagan deyapsiz. Yaxshi. Buni 90 TL motor. oldi vidlari ham yaxshi ekan. Zapchas muammo emasmikin aka? Yo'q. Zapchas bor, ha? Hammasi bor-ku. Hamma yo'q bor. Nigerdan bor mashina, bu yangi chiqmadi-ku. Ha, 2014-yildan yuribdi, to'g'rimi? Tak, motori 90 tali GBA SPG urilgan. Yuk yo'lovchi tashishga mana bo'lgan ekan. Dubl salon, mana oilaviy mehmondorchilikka, mana orqada ketaverasiz. Bo'lsam dehqonchiliklari bo'lganga ham zo'rda, orqada yuklaysiz, mana bu yoqda Siz ham olib ketaverasiz. ishchilardan olib ketilaveradi. Juda chiroyli qilingan, mana. Yaxshi. Hamma yo'q o'ziniki salon, ha? Ha, hamma o'ziniki. Hech naqa motor o'zgargan, o'zgargan emas, hammasi o'ziniki. Hamma yo'q radni o'ziniki ekan. Oynaklari elektronik, ha? Bu ABS bormi aka? Bularda ABS bor, konditsioner bor, xo'p. O'zi kalti pulti bor. Ha, mana shunday elektrosritlar rulama. Elektrosritlar. Ha, mexanika emas. Mexanika emas. Aha, qulayliklar ana shuncha ekan o'rtoqlar, mana. Ko'ringlarchi, zo'r. Diktor, orqasi ham keng ekan, bemalol. Xo'p. Top tagiga listlar qilib qo'yishibdi, yoniga qo'yib olsanglar bo'ldi mana. Bu 2 metr bo'ladimi aka? Ha, uzunligi 2 metr bo'ladi. Changar razmerda ekan. Tani resurlarni ham bir ko'raylikchi, resurlar ham o'zini Lifan mana. O'rtoqlar o'ziniki ekan. Mana ramalar bu qancha yuk olarmiz aka endi bunga? 1,5 tonna olaveradi, ha? 1 tonna 600 olinaveradi. Endi dubl salonda. Ana Lifan T21 modeli ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, chiroyli hozir pulni bir kelishtirib. Nechta bu gaz balon aka? 100 talik temir gaz balon. Qancha yurar ekan, bildingizmi? Yurishimi 300 yuradi. Bitta to'ldirib olsak 300 yuraveradi. Yashang, zo'r. Benzinga ham yuradi. Benzinga ham yuradi. Benzin tanlamaydi, xudo xolasa. Hop, 3 kilometr yurgan. 360 kilometr yurgan. Ha, Braviga. Endi aka bir Yiliga nisbatan yomon emas. yomon emas, sostenasi zo'r ekan. Bir kelishtiring aka sotilib ketsin, xudo xolasa. 2000 puli bor odam beradi. Ha, 2000 pul bo'lsa variant qilib berasiz. Qancha vaqtga berasiz? Kechqurun yarim yilga ham beradi. 6 oyga ham beriladi. Yaxshi. O'zining narxi qancha aka? 8,5 kelishtirib beriladi. Qog'oz bormi? Ha, mana o'rtoqlar, ko'ringlar, mana 8,5 ga kelishtirib beriladi. Endi hamma qulayliklari bor-da bunda. Keyin dubl salon 2000 puliga mana minib ketaversin deyaptilar. Farqi yo'qmi? Qaydanmiz? O'zbekistondanmiz? Ha? Generalni ham beradi. Telefon raqam 91lik 280 66 06. Ismingiz nima aka? Olomjon aka. Qaysi shahardamisiz? Chustan akalar. Yana qanaqa mashinalar bor? Bundan boshqa bormi? Shu xolos. O'zingizniki bu, ha? Bozoringiz bersin aka. Rahmat. O'rtoqlar, Damas puliga forlarni ko'ringlarchi. Nima deyapti mana? Katta xudo xolasa bir 4 tonnani olaversa kerak endi. 3,5 4 tonna zonadan forlan, foton forlan deshmasam. Yili 2007 dedingizmi? 6,5 ming kelishtirib beradi, yana kelishtirib beraman deyaptilar. Dizelni ekan o'rtoqlar. Bort uzunligini bilmaysiz-a? Xullas, egalari kelishmagan, sheriklari o'tirishgan ekan, shunga to'liq bilmayman. Puli bilan
yilini deyapti. Motor o'ziniki dedingizmi? O'ziniki. Yurishida kamchilik yo'qmi aka? Kamchilik yo'q deb aytyaptilar mana. Ko'ringlar salonlarini, batafsil telefon raqamlarini hozir olib beraman. Variant qilib berishamikin? Qilib beradi. Qancha puli bo'lsa qilib berar ekan. Tak, ko'ringlarchi dizelni. Ramalari butun dedingiz, ha? Ramalari butun ekan. Bilan 1, 2, 3 tur. 4 metr osh shekli. 4:30 mi, 4:20 mi? Shunaqa mana. Ko'ringlarchi. İçini İçler yaxshi turibdi Mahir aka. İçi ochsa bo'lmaydi hozir och. O içini. Bo'pti aka 6,5 kam bor dedilar ha. O'rtoqlar kelishib, o'zingizlar kelishib 94lik 900 nechi bu? 7 mi? 907. 907 2288. İsimlari nima? Sohadilla. Kim? Sohadilla. Sohadilla. Ha, marjat qilaverasiz o'rtoqlar. Dokument joyida mashinani? Ha, joyi. Qozaringizni bersin. Tak, porter bor mana bu yerda. Yili necha aka? 13-refrigerator ha bu. Kraska qanaqa ekan? Assalomu alaykum. Hop, 2000 yili? 13-yil Hyundai Porter. Kraska qanaqa ekan? Kraskasi yo'q. Toza. Yaxshi. Ko'ringlarchi, balonlarimiz ham yaxshi ekan aka. Nechta gaz balonimiz? 200 ta. 200 ta ekan mana. Sustenance mana yaxshi ekan mana ko'ringlar. Mana. O'ynaylar elektronni mana. Mana. Ko'ringlar. Qancha yurgan? 357. 357 ming yurgan ekan mana ko'ringlarchi. Xo'p. Ishlaydi refrigerator hamma yo'q, ha? Hamma yo'q ishlaydi. Nima deysiz? Minusga tashlaydi. Minusga tashlaydi, yaxshi. Bitta ochib bering aka mana. 13. Qancha deyapsiz? 14 ming kelishtirib berilar ekan. Mana narxini ham aytib olishdi. Refrigerator mana taglari ham yaxshi. Chista qilib chiqibdilar hozirga. Motorda ishi yo'q aka. Ha, blogerimiz YouTube'da ishlaymiz. Starix motor deng. Starix motordan ekan. Xo'p, aka, nech pul dedingiz? 14 ming. Shitir puli bo'lsa aka, 12 yo'q bitara. Qo'shadimi? Men qarang, bir 8 puli bo'lsa variant bormi yo'qmi? Variant bo'ladimi? Barter. Barter bor, devolar. Devoga barter. Telefon raqam. 93lik. 93lik 261 261 04 04. Ismingiz? Jobir. Jobirxon aka murojaat qilib. Mana dokumentlar hamma yo'q bor-a, tayyor, ha? Bozoringiz. Shinray T30 modeli o'rtoqlar, ko'ringlarchi, sustenance yaxshi ekan, xudo xohlasa 21-yil 100 necha ming? 188 ming yurgan. Kraska top-toza. Xo'p, aka, kim mindi shuncha masofa, shuncha nimani? Siz olib turib sotyapsizmi? Men olib sotaman. Ha, nima kamchiligi bor ekan aka bir mashina haqida? Kamchiligi yo'q, xudo xohlasa. Motorlarda ishi yo'q. Ana shuni syomka qo'yasiz. Ha? Motor yangi qilib qo'yilgan. Motorlar yangi qilib qo'yilgan, xudo xohlasa. Yaxshi. Pul deyapsiz bana. 10300. Aka, nech mingtada motor bo'pti ekan, probek? 180 mingda motor bu. 180 mingda? Yaxshi. Ha, 8 ming. Olib ketgandan chiqqan, to'g'rimi? Yaxshi. ABS, elektrosilitel, rullar ham hamma yo'q. Konditsioner. Bu door restyling o'rtoqlar, salonlarimiz ham mana yaxshi turibdi. Mana qiziqqanlar bo'lsa, olasizlar mana. Xo'p, bu changandan uzunroq, ha, bu? 3 metrga 170. 3 ga 170. Bu nechtalik bo'ladi motor aka? 102 talik. 105. 1.6 motor. 1.6 motor mana. Gaz gazlar o'rnagan bunga 100 ta bu. 80 talik. Qancha yuryapsiz aka? 200 kilometr. Aka 2 tonna yuk olaveradi. 2 tonna 290 yozgan. 2 tonna zavodida, kitobida. Ha. Ha, demak 2,5 oladi, 2,5 olaveradi, xolos. Ha. 3 tonnagacha qiynalib qoladi, lekin 2,5 tonna toshivering sizga ancha xudo xolasa ishlaydi. Xo'p aka, endi maqsadga o'taylik. Nima deymiz?
1300 kam borda turibmiz. Hop. O'tib beramiz, xudo xolasa. Ana shitir 8000 pulim bor. Barakami? Qo'shamizda uni. Ha? Qo'shamizmi? Mabodo aka, xo'p. 5000 puli bo'lmasa variant qilib berasizmi? Variant qilib beramiz. Qilib beramiz. Bering telefon raqamini. 93lik. 93lik 944 4095. 944 40 95. Ismingiz? Muxtorjon. Muxtorjon aka, barter bormi? Barter bor. Barter ham bor. Ramalar butun aka? Butun mana ko'ringlar. Dokumentingiz bor a? O'zim nomimda. Generalni beriladi, ha? Bo'ldi. O'rtoqlar, aloqaga chiqasizlar mana. Yaxshi. O'rtoqlar 14-yil kraska asosan shu buferlarda 7000 yana tushib beraman. Yana dubl salon. Changan 2014-yil prostoyda. Qiziqqanlar bo'lsa mana ovoringlar, xudo xolasa. Nima deymiz aka? Nima motor ishi yo'qmi? Motorli javob. Javob. Qancha yurdik? 121 ming. Halol. Halol. 120 ming probek. Qazan pul. Ha, gaz ko'rmagan. Gaz ko'rmagan. 7 dan tushib beraman deyapti. Nima deysizlar o'rtoqlar? Yaxshi narxmi? Bir 6larga bersalar zo'r bo'lardi. Ko'ringlarchi, 7 dan o'tib beraman deb aytibdilar. Ana bu yerga endi ishlangan mashina, bitta list qoplozi, yangidek turadi. Tekshirib, uni ko'rib olaverasizlar. Seni reklamangni ko'ruvdim, mashina bunaqa chiqdi, bu edi deyish yo'q. Biz ham sirtidan ko'rib ketamiz baribir. Ustozni so'kishini eshitib, nima o'rgangan ustalar bo'ladi. Ana shularni ko'rib, tekshirib olasizlar. Xullas. Shunaqa bir ko'ringlarchi, mana shu changan o'rtoqlar. Telefon raqamlarini olib beraman. Akamiz ketib qoldi u yoqqa. Klientlar so'rayapti shekilli. 93lik 493 47 77 ismingiz? Kamoliddin. Kamoliddin aka, dokumentlar joyidami? Hammasi joyida. Variant bormi yo'qmi? Kelishaveramiz. Hozir gaz o'rnamagan bunga, benzin. Kelishsa o'rnatib beramiz. Kelisi o'rnatib berilar ekan. O'rtoqlar, qiziqqanlar bo'lsa, avolinglar. Ey, o'rtoqlar, Damas Labodan ham arzon, to'g'risi. 4600 ga berib yuboraman obunachingizga. Bundan oxiri bo'ladigan aytib qo'ying desam, 4600 olib ketsin deyapti. Dongfeng Laboni xudo xolasa ikkita yukini olib qo'yadi, va yili 2007-yilga passajirda kesib tayyorlangan ekan o'rtoqlar. Hozir o'sha ishlab turgan mashina bu, ishlab turgan tayyor. Nima kamchilik bor ekan mashinada? Kamchilik minsa bo'ldi. Ana, o'tgan safar qancha pul dedim, 5000 dan balat aytdilar. Aka, keling, sotib qilaylik. Maqsadga o'ting. Telefon qilib qiynalmasin, munchaga berasanmi dedi. 4600 ga sotdim deb aytayapti. Mana telefonda qilib tezda olib mana. Ko'ringlarchi, motorlarda ishi yo'q. Nechtalik bo'ladi motor aka? 52 talik. Bunisi ham ancha Labodan uzun, to'g'rimi? Nechi bu? 14260. Bu Bongolakimidi bu? Qanaqa bu? Yo'q, bu o'sha Changandik, zavodskiy, ha? Necha 2 yillik? 260. 260 uzunligi, yana 140, ha? Sostenasi zo'r ekan mana o'rtoqlar. Olib turib, ishni qilaverasizlar, xudo xolasa. Dokumentlar bo'lgan aka? Ramalar ham dakansa kelgan ekan, ha? Generalni yurilaveradi. Generalni yurilaveradi, yaxshi. Bering telefon raqam aka. 88lik 88lik 520 15 55. Ismlari? Elarbek aka murojaat qildi o'rtoqlar. Oxir ekan. Mabodo va qarang 2000-3000 pul bo'lsa variant qilib bermaysizmi? yo'q, Naqdga sotamiz, ha? Barter yo'qmi? yo'q, barter yo'q. Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Dokumentlar joyida, qayta jihos hamma yo'q bo'lgan, ha? Bo'ldi mana. Ya, gazlar eshitdingiz? Temir gaz balona. Bo'ldi. Gavalari bor mana, xudo xolasa, olaverasizlar. Menimcha yangiliklar shu. Mana uchalasini o'tgan bozor obzor qilganman o'rtoqlar. Shu keyingi video ko'rishguncha mana changanni egasi yo'q ekan. Keyingi video ko'rishguncha omon bo'linglar o'rtoqlar. Menimcha manfaatli video bo'ldi. Tezda telefonda qilib olaverasizlar ko'rishguncha.